Ertalabki hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Steve Minecraft do'stlar. Qalaysizlar, uydagilar uydami, ko'chadami? Do'stlar, hammaga rahmat. Sizlar meni 60 ta podpисчик qilganingiz uchun hammaga addushi rahmat do'stlar. Tezroq 100 ta podpисчик bo'lsak, juda yaxshi bo'lardi. Keyin 100 taga intilardik. Xo'p, kompyuterning ichida hech nima yo'q. So'rovnomalar soat necha bo'pti? Qani ko'raylik-chi. Soat 7:30 bo'pti. Choy ichib ketaylik do'stlar. Buni tishdan 2 ta stek bilan bitta suv olamiz. Maktabga ichishga. Xo'p. Ertaroq boraylik bugun. Eshikni ochay. Mana eshikni ochamiz. Mashina olish kerak do'stlar. Hali ish gaplashib qo'ygandim, shunga borib kelishim kerak edi. Vaqt yo'q maktab bilan bo'lib. Ha, aytgancha men yangi velosiped oldim do'stlar mana. Velosepedim yo'q. Yo'qsa, nima qilyapti velosipedda? Qoch velosipeddan, To'xtanglar do'stlar, hozir gaplashib beraman o'zim bu bilan. Bo'ldi do'stlar, ketdik endi maktabga. Mana o'zi maktab ham yaqinda do'stlar, bilasizlar. Xo'p, tezroqqa qo'yaylik, mana shu yerlarga qo'yamiz mana. Shu yerlar tursin. Velosiped. Xo'p. Maktabga keldik. Ha, mana bu yerga pojarniy bolta qo'yishibdi. Eshiklarni ochib, shkaflarni yop. Xo'p. Mana bu musiqa kitobni qo'yamiz. Telefonni ham qo'yamiz, kalitni ham qo'yamiz bu yerga. Bu yerni beklaymiz, yopamiz. Ustoz, kirish mumkinmi? Kir. Do'stlar ham kelibdi-ku. Keldingizlarmi? Ha. Xo'p, mayli. Bugungi mavzu ot. Ha, ot. Yozinglar. Qattiq yozinglar. Xo'p. Bugun nechasi edi? Hozir 6-sentyabr. 6-oktyabr hozir. Oktyabr. Xo'p. Yozdim ustoz. Do'stlar, darsdan bo'lgandan keyin yoqib yuboraman. Ustoz, to'g'ri yozibmanmi? Ha, to'g'ri yozibsan. Chiqsam bo'ladimi? Ha, chiqaver. Ikkinchi musiqa darsini ham siz o'tasizmi? Musiqachida ustozim kasal bo'lib qoldimi? Ha. Xo'p. Chiqib kelaman unda. Xo'p, do'stlar, meni nima deydi, musiqachi ustozim kasal bo'lib qolibdi, shuning uchun o'zimizning ustoz o'tar ekan darsni ham. Endi musiqaga almashamiz bu kitobni. O'qimasak bo'lmaydi do'stlar. Bugun ishga kirishim kerak edi o'zi. Bugun ish surishtirishim kerak dastavkadan. Xo'p. Tring. Mana zvonok ham urdi. Ustoz, kiraymi? Kir. Xo'p. Mana o'tiramiz.
Do'stlar, buni ham darsdan bo'lgandan keyin yoqib yuboraman. Xayr ustoz. Xayr. Xo'p do'stlar, dars tamom bo'ldi. Endi uyga ketamiz. Narsalarni, kitoblarni olaylik. Uyni kaliti. Og'zim suvsiz bo'lib cho'rlab ketdi. Suv ichib olaylik. Endi ketdik do'stlar uyga. Xo'p. Do'stlar, sizlarga bir marta rahmat deyman. 60 ta podpischik qilganlaringiz uchun. Agar mana shu videomizda bor, xo'p, nechta 50 ta yo, xo'p, 40 ta like yig'ib 70 ta podpischik bo'lsak do'stlar, bu videoning davomi va boshqa horror videolarni ham chiqaraman do'stlar. Sizga shunday deb va'da berib bilaman. Xo'p, uyga keldik. Velosipedni mana shu yerga qo'yamiz har doimgidek. Xo'p, shuni ochamiz. Uyga kirish kerak. Uyga eshikni ochib qo'yaylik. Xo'p, mana hozir hamma narsamni qo'yib chiqay. Bitta muzlatgichga qo'yaylik narsalarni. Xo'p, go'shtni, stekni yemadim do'stlar. Suvni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Kitoblarim va narsalarimni shkafimga qo'yaychi. Xo'p, telefonim yonimda tursin, kalitim ham. Ketdik, endi ishga boramiz do'stlar. Gaplashamiz. Ish qidiramiz. Yaxshi dastavka yerini bilaman, shu yerga boraychi. Xo'p, do'stlar, mana keldik. Yani men gaplashgan ishxonamga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q. Ha, aytaver, eshityapman. Men dastavkaga ishga kelgandim. Xo'p. Necha ming oylik berasiz? 10 da zumrad yetadimi? Ha, yetaveradi. Xo'p. Unda men dastavka qilishni boshlasam bo'ladimi? Ha, ana bu sandiqdagi pinsta narsalarni o'rndan ko'ng Jigulga minib boshlayver. Xo'p, rahmat. Mana shu sandiqda deydi. Aka, mana. Odamlarning zakasi, pizza, quyon go'shti. Xo'p, qayerga ekan birinchi zakaz? Qayerga? Birinchi zakaz mana shu yerga ekan-ku. Mana shu yerga ekan. Bizin mana shu yerga ekan birinchi zakaz. Aka, biz zakazdan keldik. Tashlab keting eshik oldiga. Xo'p. Mana pizzangiz. Tashlab qo'yib ketdim. Xo'p, rahmat. Ketdik do'stlar. Birinchi zakaz bo'ldi. Endi ikkinchisi uzoq emas ekan-ku. Hozircha mashinaga minmay turamiz. Ikkinchisi ona qizil nima u ana shu yerga ekan. Xo'p, ketdik. O'zi uzoq emas ekan. Yaqin ekan. Aka, men zakazingizni olib keldim. Shu yerga qo'yib keting. Xo'p. Mana beraman o'zingizga. Xo'p. Tashladim. Xo'p, rahmat. Yana ikkita zakaz qoldi do'stlar. Bu qayerga ekan? Bu qayerga ko'rsatyapti? Ha, xunalarda uyiga ekan. Xo'p. Yuramiz. Mana shu uyga ekan. Ikki qana buyurdi. Bu
fermerlarning uyi ekan. Aka, zakazingizni olib keldim. Cho'lga tashlab keting. Xo'p. Mana shu qo'ydik. Quyon go'shti. Ikkinchisi xo'p, bu yoqqa kari ekan. Mana bu oq uy ekan. Xo'p. Assalomu alaykum. Salom. Mana shu uyga ekan. Domgami nima bu? Ha, mana bu yerga ekan. Yo'q, bu yer emas. Qani bu? Eshik qani bu yerni? Tushunmadim. Ha, mana yu. Aka, zakazingizni olib keldim. Qo'yib keting. Xo'p. Mana bo'ldi. Qo'yib ketdim. Xo'p. Ketdik do'stlar, ish tugadi. Endi ishxonaga boraylikchi. Ha, mana yu. Ishni tamom etdim. Tog'a, Xo'p. Ketishingiz mumkin. rahmat. Oyligimni qachon berasiz? 1 kun ishlang, beraman. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi boring. Endi o'qib yaxshi ishlarga kirish kerak endi do'stlar. Bu ish ham bo'ladi-da, lekin o'qiganda o'qishimni zavqi boshqacha-da do'stlar. Xo'p. Ketdik endi uyga boraylikchi. Xo'p, uyga ham keldik. Yopdik eshikni. Ochamiz. Ilamiz. Xo'p. Do'stlar, video shu yerda tugaydi. Serial Maktab serialining 2-qismi yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni unutmang. Sizlar bilan bugun men Steve Minecraft bo'ldim. Tugaydi do'stlar.